Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, obunachilar, Agroeksport kanalining obunachilari va Tojikiston vinograd obunachilari. Mana ikkinchi uzum xomtogimiz tartiblari. Ikkinchi xomtogini mana pastki barglarni olib tashlaysiz. Mana bu mevaga ochiq bo'lishi kerak. Mana meva ochilishi kerak. Mana shu yerda uzumlar ochilgandan keyin mana dori sepgan vaqtingizda mana bu yoqdan sizga mana bu yoqqa dori tegmaydi. Mana bu qaytaradi. Bunday bo'lib holati qaytariladi. Qaytariladi. Mana shu ochilishi kerak. Mana shu barglar olib tashlanishi kerak. Pastki barglar bo'ladi. Bu novdalar mana yotgan holati. Mana shularda mana shularga yotgan novdalarda ya'ni o'zini chirmovchi bilan yotqizdik. Ya'ni chirmovchi degani mana bunaqangi chirmovchi mana o'sha bilan o'zi yotib qolgan. Shu bilan ozgina nima qildik, yordam berib shu bilan mana yotgan holatda mana yondagi mana shu bachkalarni olib tashlasak hosildorligi yaxshi bo'ladi. Mana pastki barglarni ham tashlashimiz kerak. Mana mevaga biz yengillik qilib olib tashlashimiz kerak. Mana bunaqangi yosh nimalarni ham dubarekcha deydi, o'shalarni ham olib tashlashimiz kerak. Mana xomtokda, ikkinchi xomtokda mana shu tepa barglar turadi. Tepa barglarda agar olsalaringiz mana bu don endi kattaryapti. Don qotish boshlanadi. Chunki hozir doni bilinib, guldan chiqib, o'sha don kattalashayotgan holati. Mana bu Husayni uzumimiz. Qolgan navlar naryoqda, mana bu tarafda, mana bu tarafda payvandon qilganimiz bor. Yana shu tupda payvandon qilganimiz bor. Qolganlarni xomtogini gulidan keyin nima qilaman. Hozir Husayni uzum eng xalq yaxshi ko'radigan, eng sevimli uzumimiz Husayni. Shuni endi guldan chiqdi. Shuning uchun xomtok qilyapman. Gullagan davrida xomtok qilish chunki to'xtatiladi. Agar qilmagan bo'lsa harakat qilib zudlik bilan qilish kerak bo'ladi. Mana barglarni olib tashlashimiz kerak. Mana shu pastki qismdagi barglarni olib tashlasak, mana shu bizga mana shu